Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel chustda biz. Xo'p, qanaqa joyga kelganmiz? Bu yerda uyi ko'sti bor. Bu tarafida 30 sm dan boshlanyapti. Bu taraf kirib ketyapti-da. Xo'p, bu tarafidagi ko'stimiz 130 ga aylanyapti. Ichkariga kirgan joyi 130. Bu tarafi 90 dancha oshiqroq. Uyi mana qishig'i mana shu tarafdan chiqarib o'rilgan. Shekli devor mebel tayyorlaymiz, sekin ko'rsatib boraman. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, joyimiz qishig'ligiga bu tarafida joy keng edi. 2 qavatli turba qo'ydik. O'sha 1.30 ga qarab ketgan burchagimiz. Bu tarafda torroq, o'sha tor tarafiga qo'yib kengaytirib o'rdik bu tarafni. Xo'p, tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraman. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Venus laminat bet xonamiz sal qorong'uroqlik uchun asl rangida chiqmayapti. Rangi ancha ochiqroq ko'ringaniga nisbatan. Xo'p, joyimizda qitig'i bor edi. O'sha 1.30 tarafga qarab ketgan ikkita garderob bo'ldi. Bu tarafida bitta garderob. O'sha polkali. 4 million 800 ming so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyaga kutib qolamiz.